Biz hayotga eng samimiy muomalada bo'lgan vaqtimizda turmushning bizga eng hiylagarlik bilan muomala qildiganligini his qilgandek bo'lamiz. Ondan bir tomchi ishimizning chanoqlarimizdan chiqib ketib, azobimizning dunyoning masxirasiga qolmasligi uchun turmushning oldida to'limi mag'rur bo'lib olamiz. Ko'pincha kishilarning hayot safarida u turmush bilan mushundoq o'zanga so'qishtirdi. Turmushning hiylagar va rahimsizligini mushundoq yangmakchi bo'ladi. Amaliyotda bizning jon tikib elishayotgan har bir kunimiz hargizmi turmushning turli bisimlariga o'zimizning yengilmaydiganligini isbotlab berish uchun emas. Bularning hammasi o'zimizning eng yaxshi holatidan so'yinish uchundir. Sening bu hayotda erishgan eng katta sovg'ating dal o'zingning mavjudligi. Qara, bu sovg'at sening vujudingga haqiqiy xushallik bag'ishlashdan avval sen uningdan voz kechmasliging kerak. Sening bardoshlik berayotgan har bir kuning qadrlashingga arziydi. Hayotning ig'ir yukini ko'targan alqonlaring so'yishingga arziydi. Turmushning har bir kichikgina mushkulotlari ustidan g'olib kelishing, mag'rurlanishingga arziydi. Yashash qismatlaringdan olgan har bir oddiygina saboq yakunlarini xotirlashingga arziydi. Muhimi, sen o'zingning eng qimmatli sovg'atidirsan. Shunga uningga erishadigan osh qutlug kun uchun chekayotgan bu riyozatlarga, ishvorchiliklarga bardoshlik berishingga arziydi. Chunki sen shu topda bu dunyoning sana hadya qiladigan xos sovg'atiga aylanish uchun tavlanmoqsan. Bu dunyoda hamma odam o'zining bir jup zabardastqanti bo'lgan burkut bo'lib qolishini orzu qilishadi. Ammo turmush otliq bir narsa borki, doimo orzularning aksicha reallik degan dastiki bilan dadaylab, ko'ngillarni g'ash qilib turadi. Ko'pincha vaqtda biz xohlamayli go'yo qululdek yumshoq qalbimizga ig'ir g'amlar qipini ortib yurishga majbur bo'lamiz. Dunyoga operida bo'lgan ekanmiz, burkutdek to'g'mi ustunligimiz bo'lmasa, hech bo'lmasa jazman qululchilik sabr va irodamiz bo'lmasa bo'lmaydi. O'zingizdan nadin keldim, naga boraman deb so'raverishingizning hojati yo'q. Faqat to'xtovsiz tirishsak, yarim yo'lda voz kechmasak, oxirgi hisobda hech bo'lmasa o'zimizni mamnun qilgudek bir parcha hayotlik hikoyamiz bitkisi. Turmushning sovuq nazariga duch kelganda o'zimga shundoq deyman. G'ayrat qil, umidvor bo'l. Qiyin kunlarni xushal kunlarga ulashishingning ta'tir sanoq bosqichiga aylan.